Abbos aka, bu G'ofur akani traktorlarni hal qilib berdingiz menga. U 4 ta traktor olmoqchi edi, 3 tasiga pulim yetadi, qolganiga yetmaydi, kredit qilib berasan, qancha vaqtim ketadi, necha soatda chiqarib berasan falan filan dedi menga. Men aytdim 2 soatda chiqarib beradi bolalar. Borsangiz bo'ldi. Ayting, meni ayting bo'ldi. 2 soat ichida chiqarib beradi. Meni aytishingiz ham shart emas dedim. Barcha klientlarga bir xil xizmat ko'rsatamiz. 2 soat ichida chiqarib beradi dedim. Chiqarib berdingizmi? Bugun keldilar, zo'r qilib berdi aka. 2 soat ichida ochib ketdilar. Chiroyli qilib berdilar. O 2 soatdan sal o'tib ketsa ham vayma qilib yuboradi-da. Cho'zilib ketdi, bunaqa deyording, bunaqa bo'ldi deb. 2 soatda ochib ketdilar. Ha. Ya, xayrli aka emasmi? Xayrli aka. Biz mahallada o'shamasmi? Ha, o'sha kishi. Xayrli aka. Qolar endi az qo'yaman. Ha, aka. Assalomu alaykum. Charchamasan Murod? Yaxshimisizmi? O'zing yaxshimi? Tabiating yaxshimi? Charchash yo'qmi? Choponlar kiyib, kanistrlar olib, ye. Ko'rishingizdan shu o'zi. Yaxshimi? Yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zlaring yaxshimi? Ishlaring bo'lyaptimi? Nevarlar katta bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti asosan. Tak. Qani yo'l o'zing qayerga ketyapsiz? Kanistrlarni ko'tarib, choponlar kiyib. Sizlarni ko'tarib, xudo xolasa nasib bo'lsa biz Toshkentga ketyapmiz. Xo'sh? Jiyanga bir o'tgan yili bir 50 ta qo'yavdik. Ha? Bir kunimizga yarab qoladimi deb o'shalarni sotdik endi. Sal ko'paydi qarab. Ha. Xudo xolasa endi traktor olib kelsak o'g'ilchasiga. Tog'ajon ikamiz belbaylab ketyapmiz nasib bo'lsa Toshkentga. Toshkentga traktor olishga ketyapsiz. Bularni to'ldirasiz, bularga zapravka qilasiz. Kelmoqchi bo'lgan taksi bilan ketasizmi hozir? Hozir taksi bilan jo'ramiz kelish kerak, olib ketadi. Agar siz borib o'sha yoqdan traktor minib kelgan taqdiringizda ham vashi meni qattiq xafa qilgan bo'lardingiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, SN Invest jamoasi mana katta filialni biz uchun, biz o'zbek xalqi uchun qurib qo'yibdi. Shu mahalladoshlar, shu o'zbek xalqi sarson bo'lib traktor olishga Toshkentga borib katta xarajatlarga tushmasin deb. Hozir siz buni to'ldirasiz, taksiga yoqilg'isini quyib berasiz, ming yaqiningiz bo'lgan taqdirda ham yoqilg'isini quyib berasiz. Eng muhimi o'zingiz ketkizgan vaqtingizcha shuncha sarson bo'lish, bu yoqdan kelganingizdan keyin uni charchoq chiqarish o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun SN Invest jamoasi bizlarni o'ylab mana shunaqa filial, katta filial qurib qo'yibdi. Bu yerda kerak bo'lsa borki, Toshkentning narxidan pastroq narxga olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina 2 soat ichida. Siz o'tirasiz, kofengizni ichasiz, hujjatlaringizni o'sha yerdagi xodimlar to'g'rilab qilib beradi. 2 soat ichida olib chiqib ketishingiz mumkin. Qimmatga tushib ketmaymizmi? Aka, nima deyapsiz? Keyin bitta traktorda ko'ring birinchi. Yuqancha bitta ko'ribsan, moshin kelgancha bitta qarayotgan traktorlar. Ha, bitta ko'rsataylik birinchi. Qarang aka, siz qanaqadir bir traktorni ko'rdingizmi? Qanaqa traktor olishingiz haqida bizlarga aslida qishloq joyga agregatli texnika kerak. Biz mana shu paxta, mahkayi, mana shunaqa огородlarga kiradigan kerak bizga. Qarang aka. Men sizga hozir traktorlar tushuntiraman. Keyin sizni didingizdagi, sizning ishingizga yaraydigan traktor chiqib qolsa, shu tushuntirgan traktorlar orasidan, bo'ldi, mana shuni olaman jiyan, yo mana shuni olaman uka desangiz, mana shuni narxlarini kelsa, cho'tib qilib beraman. Bu traktorda bilgan biladi, Lowell'ni eng zo'r ходовой traktorlardan bittasi. Kabinasi bor, yomg'ir, qish farqi yo'q, ishlayverasiz. Bu esa ochig'i bo'ladi. Bu traktorimiz ham 50 ot kuchiga ega, bu traktorimiz ham 50 ot kuchiga ega. Bittasi kabinali, bittasi kabinasiz hisoblanadi. Qarang, menga 50 ot kuchi yetmaydi deydigan bo'lsangiz, sizga 75 taligini ham olib qo'yganmiz. 75 ot kuchiga ega hisoblanadi. Bu 4 oyoq hisoblanadi. Yaxshi traktorlar ham bor ekan mana markazda. Akajon, siz hozir borganingizda kech bo'lgan sarson bo'ladi. Bo'ladi. Toshkent arzonmi deb ketyapdik-da biz Toshkentga endi. Soddasizda, tog'ajon, sodda deydi-ku. Qarang akajon. Mana shu traktor hammasini xohlasangiz, agar pulim yetmaydi deydigan bo'lsangiz, xohlasangiz lizing qilib oling. Xohlasangiz pul ko'chirish yo'li bilan oling. Xohlasangiz bankdan kredit chiqargan holda oling. Sizga bog'liq narsa. Agar yetadi deydigan bo'lsangiz, agar 100% to'lovni qilib beradigan bo'lsangiz, вообще bomba, вообще shokolad narxlarda traktorlaringizni 2 soatda chiqarib beramiz. Gap. SN Invest jamoasi bilasiz, gapiga ham javob bergan, bundan keyin ham javob beradi. 2 soat ichida siz traktorda kaltini buragan holda chiqib ketasiz. Endi bu traktorni olgandan keyin agregatlar bilan qanday ta'mirlaysizlar bizlarni? Qarang, bizada men agregatlar ko'rsatay sizga, qarang. Aytishadi-ku, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deb. Frezali mana bu bo'lsa kerak, mana frezalni berib turibdi. Qarang aka, mana shu yerga chiqib shina qarasangiz, barcha uskunalarni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda uskunalar bor. Bu tarafda ham uskunalar bor. Agarda mobodaki siz qidirib kelgan uskuna bu yerda tugab qolgan bo'lsa, bitta telefon qilasiz, biz 1 kun ichida olib keltirib, sizga tayyorlab, cho'tkib chiqarib beramiz. 1 kun. Unaqangi bir haftada kelishi mumkin, ehtimoli bor degan gaplar SN Investda yo'q. Bo'ladi dedimi? Обязательно bo'ladi. Bu qulayligi yaxshi ekan, ey. Po'lat, qaragin, jiyan. 90 ga bo'ladigan bo'lyapti, 70 ga bo'ladigan bo'lyapti, 60 ga polni razmerlar. O'zida lininkalari bor ekan mana.
Ha, frezali kultivator mana shu ekan. Akajon tushungan odamsiz-da. O'tda ham yilib ketadi bu. Ha, o't qoldirmaydi, xudo xolasa. Ha, bu rossiyskiy ilgarigi kultivatorlar bular. Albatta, albatta. Bu ilgarigisi bu. Yana shuni aytishdan chiqdi aka. Siz uy-joyingiz, yashash joyingiz ancha uzoqda-ku. Bizda farq yo'q aka. Siz Samarqand territoriyasida bo'lsangiz bo'ldi, bitta telefon qilasiz. Movodagi qanaqadir tushunmovchilik bo'lsa, traktoringizda qanaqadir nosozligi chiqadigan bo'lsa, Servis xizmatlari bor. Servis bor aka, bor. Unda yaxshi, unda yaxshi. Biz traktorlarimizga garantiyani ikki xil turda beramiz. Kelishuv asosida bo'ladi-ku bu narsa. Aha. Ana shu kelishuv asosida bo'layotgan payt tanlaysiz. Menga deysiz 1 yilga ber deysiz, 1 yilga. Xolasangiz 500 metachasga deysiz, 500 metachasga qilib beraveramiz. Bo'ladi, u ham ma'qul. Bırak ko'rdik traktorlar turgan sani olaveradi. Uchgan sani olib qiragatga ishlagandan kelishga tortamiz boshqa narsalar bor. Bizlar qishloq sharoitiga traktor, moslama traktor olishimiz kerak-da. Bu qishloqga moslama olganimizdan keyin qishloqda masalan kartoshka обработка qilamiz masalan, например, bu birga qilamiz, boqqa kiramiz, ko'chat обработка qilamiz masalan. Birovning mahkay deydi, mahkayni обработка qilamiz masalan. Tilchka yuklar nima bilan tashimiz turgan bo'lmasa. Endi qishloq sharoitiga baribir olishimiz kerak. 3 kildirakka men o'zim da'vogarlik qilib turibman hozir. Akajon nima bo'ldi? Nima kelisha olmayapsiz? Biroq nima kelisha olmayapsiz? 2 kalsa deyapmiz. Tog'amiz 3 kalsa deyapti. Bizga 3 kalsa kerak, aslida ko'proq. Endi biz uni bog'ning ichiga ham kirishimiz kerak, ko'chatlarga. Ularni ham обработка qilishimiz kerak. Keyin paxta ekinlari bor. Bularga ham обработка kirishimiz kerak. Undan tashqari kartoshkalarga kiramiz masalan, fasolga kiramiz, обработка qilishimiz kerak. Biz buni traktorning o'zi bilan Yuklar ham olib ketmasligimiz kerak. Qarang. Qarang, sizni ham gapingiz bo'ldimi, uzr, sizni ham gapingiz bo'ldimi, uzr. Qarang, men sizga hozir bitta traktor ko'rsataman. Xohlasangiz bu traktorni 3 kalsa qilib haydang, xohlasangiz 4 kalsa qilib haydang. Bu LS bo'ladi, 88 ot kuchiga ega bo'ladi. Mana shu balonda ishonasizmi? 4 ta bolt bilan 4 kalsa qilsangiz bo'ladi, 4 ta bolt bilan 3 kalsa qilsangiz bo'ladi. Bu 88 ot kuchiga ega bo'lgan traktorimiz hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? LS sifat. Komfortligini endi borku, mingga odam biladi. O'sha minasiz-ku, mana shu yerga bitta o'tirasiz, o'zi komfortni his qilasiz-da. Qarang, maza. Shofer uchun, traktor haydayman degan odam uchun barcha qulayliklarga ega. Keling aka, bitta minib ko'ring siz, o'zingiz bitta minib ko'ring. Buni sharoitlari вообще zo'r ekan-ku buni. Yonboshda orqani ko'tarib tushiradiganlari ham, moslamalari ham yaxshi ekan. Yurgizib ko'rsam maynimi shuni bitta? Akajon, nima deyapsiz? Haydab ko'ring, haydab ko'ring. Bizda faqat yurgizish, kalit burish emas, haydab ham ko'rish mumkin. Ohoy! Haydang, haydang aka. Yonboshiga o'tiring. Dahshat traktor-ku. Nimalar bormi-ku bu? Nimasi? Magnitofon, konsert. Akam soddada sodda. O'zlaricha choponlarni kiyib, shuncha xarajat qilib, Toshkentga borib traktor olmoqchi bo'lyapti. Qanaqa traktor olishini ham bilmaydi. U yoqdan ola oladimi, ola olmaydimi, uni ham bilmay tavakkal qilib shuncha xarajat qilib ketyapti. Hali kalitni buramasdan shuncha xarajatga tushyapsizlar. Agar siz ham traktor olmoqchi bo'lsangiz, mana shu Samarqand filialiga keling. Kelajakda olmoqchi bo'lsangiz ham bitta telefon bilan barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Operatorlarimiz, mana shu yerdagi sotuv menejerlari sizga barcha savollaringizga to'liq aniq javob bera oladi, to'liq javob olishingiz mumkin bo'ladi. So'raymiz hozir. Shuning uchun pastdagi nomerlarga ozroq telefon qilib, bemalol ma'lumotlarga ega bo'lishingiz, ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Agregatlar ham qo'shib olishimiz kerak Agar traktor olmoqchi bo'lgan bir qanaqadir yaqiningiz, do'stingiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni sirrazi hozir jo'natib qo'ying. Keyinchalik yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun yo videoni saqlab qo'ying yoki yaqiningizga jo'natib qo'ying. Bizning manzil Samarqand viloyati Jomboy tumanida joylashgan bo'lib, M39 yo'ldagi Al-Buxoriy chorrahasining shundoqqina yonginasida. Barchangizni SN Invest Samarqand filialida kutib qolamiz.